Bugun men juda muhim savolga javob beraman. Pensiya tayinlash, pensiya miqdorini qayta hisoblash, ish stajini tasdiqlash yoki nafaqa olish masalalarida pensiya jamg'armasiga albatta murojaat qilish kerakmi yoki hammasi avtomatik hal bo'ladimi? Bu ma'lumot har birimizga tegishli. Bugun ota-onamizga, ertaga o'zimizga, hozir esa nogironligi bor yaqinimizga, boquvchisini yo'qotgan oilaga yoki ish stajini yo'qotib qo'ygan fuqaroga kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda birgina bilmagan hujjat yoki bir kunlik kechikish pulingizga, vaqtingizga va asabingizga ta'sir qiladi. Avvallari odamlar pensiya masalasida deyarli hamma narsa uchun pensiya jamg'armasiga borardi. Yoshga doir pensiya chiqarmoqchimisiz? Ish staji hisoblanmayaptimi? Mehnat daftarchasida xato bormi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasi kerakmi? Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi masalasini. Ko'p hollarda fuqaro hujjatlarni qo'liga olib, tuman yoki shahar bo'limiga borishga majbur edi. Navbat tushunarsiz talablar, arxivdan ma'lumotnoma olib kelish, ish joyidan tasdiq qog'ozi so'rash, eski korxona yopilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisini qidirish kabi jarayonlar juda ko'p vaqt olardi. Hozir esa tizim ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari raqamlashtirildi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazalardan olinadi. Ish haqi, soliq to'lovlari, mehnat faoliyati, propiska, tug'ilganlik, nikoh, o'lim haqidagi ma'lumotlarning bir qismi idoralararo elektron almashinuv orqali tekshiriladi. Ya'ni nazariy jihatdan fuqaro hamma qog'ozni ko'tarib yurishi shart emas. Lekin bu degani pensiya jamg'armasiga umuman murojaat qilish kerak emas degani emas. Men bugun ana shu nozik farqini tushuntiraman. Qaysi holatda tizim o'zi ishlaydi, qaysi holatda sizning tashabbusingiz zarur, qaysi holatda murojaat qilmasangiz sizga tegishli pul kechikadi yoki umuman hisobga olinmay qoladi. Eng katta xato shuki, ko'p odamlar davlatning bazasida hammasi bor, o'zi hisoblab beradi deb o'ylaydi. Ha, ayrim ma'lumotlar bor. Lekin eski ish stajlari, sobiq ittifoq davridagi mehnat, tugatilgan korxonalardagi ish, norasmiy ishlagan davrlar, harbiy xizmat, bola parvarish ta'tili, o'qish davri, chet elda ishlash, mehnat daftarchasidagi imlo xatolari, familiya o'zgargani kabi masalalarda bazada xato yoki bo'shliq bo'lishi mumkin. Pensiya esa aynan shunday mayda ko'ringan tafsilotlardan shakllanadi. Bir yil staj qo'shilsa, ba'zida pensiya miqdori oshadi. Bir hujjat topilsa, inson pensiyaga chiqish huquqini oldinroq oladi. Bir xatoni tuzatsangiz, oymoy oladigan pulingiz ko'payishi mumkin. Men birinchi navbatda yoshga doir pensiya masalasini olay. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, ya'ni ayollar uchun pensiya yoshiga, erkaklar uchun pensiya yoshiga bir necha oy yoki bir yil qolgan bo'lsa, men kutib o'tirmaslikni maslahat beraman. Yoshim to'lsin, keyin boraman deyish to'g'ri yondashuv emas. Chunki pensiya tayinlashda eng ko'p vaqt oladigan narsa ariza topshirishning o'zi emas, balki staj va ish haqi ma'lumotlarini tekshirishdir. Agar hammasi elektron bazada to'g'ri bo'lsa, yaxshi. Ammo bitta davr topilmasa, jarayon cho'ziladi. Masalan, ayol kishi 1995 yildan 2003 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika keyin yopilgan, nomi o'zgargan, arxivi boshqa tashkilotga o'tgan. Mehnat daftarchasida muhr bor. Lekin yozuvda lavozim yoki buyruq raqami to'liq ko'rsatilmagan. Bunday holatda pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ arxiv ma'lumotini so'rashi mumkin. Agar fuqaro oldindan qiziqmasa, pensiya yoshiga yetganda hujjat izlash boshlanadi. Natijada pensiya tayinlash kechikadi. Odam esa nega menga darhol to'lanmayapti deb asabiylashadi. Agar u bir yil oldin mehnat stajini tekshirtirib qo'yganida, bu muammo oldindan hal bo'lardi. Ikkinchi misol, erkak kishi 1990 yildan 1990 yilgacha harbiy xizmatda bo'lgan, keyin 1991 yildan 1997 yilgacha kolxozda ishlagan, undan keyin xususiy korxonaga o'tgan. Elektron bazada 2005 yildan keyingi ish joylari yaxshi ko'rinishi mumkin, lekin eski davrlar to'liq chiqmasligi ehtimoli bor. Harbiy xizmat guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar u hammasi avtomatik bo'ladi deb o'tirsa, staj kamayib ko'rinadi. Staj kamayib ko'rinsa, pensiya miqdori ham kamayishi yoki pensiya huquqi bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Kimlar albatta e'tibor berish kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasida eski yozuvlari bor fuqarolar, ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshidagi ish joylari bo'lsa, ularni tekshirtirish foydali. Ikkinchidan, ish joyi bir necha marta o'zgargan, korxona nomi o'zgargan yoki tugatilgan insonlar.
Uchinchidan, familiyasi o'zgargan ayollar. Masalan, qiz familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida bir familiya. Pasportda boshqa familiya bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, uzoq vaqt norasmiy ishlagan, lekin keyin staj yetmay qolishidan xavotir olayotganlar. Norasmiy ishlagan davr odatda stajga kiritilmaydi. Chunki sug'urta badali yoki soliq to'lovlari bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bunday odamlar pensiyaga yaqinlashganda kutilmagan muammoga duch keladi. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz so'nggi yillarda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizni qonuniy rasmiylashtirgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'g'ri yuritilgan bo'lsa, elektron mehnat tizimida ma'lumotlaringiz to'g'ri ko'rinsa, pensiya jarayoni ancha oson bo'ladi. Lekin baribir men umuman tekshirmang demayman. Chunki xatolar hatto rasmiy ishlaganlarda ham bo'ladi. Ishga kirgan sana noto'g'ri kiritilgan, ishdan bo'shagan sana tushmay qolgan, ish haqi davrida uzilish bo'lgan, tashkilot hisobotni kech topshirgan bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak bo'ladigan yana bir katta yo'nalish bu pensiya miqdorini qayta hisoblashdir. Ba'zi odamlar pensiya tayinlangach, bo'ldi, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Ayrim holatlarda pensiyani qayta hisoblatish mumkin. Masalan, oldin hisobga olinmagan ish staji keyin topildi. Arxidan ma'lumotnoma chiqdi. Mehnat daftarchasidagi xato sud yoki arxiv orqali tasdiqlandi. Yoki pensiya tayinlangandan keyin fuqaro ishlashda davom etdi va ma'lum tartibda qayta hisoblash uchun asos paydo bo'ldi. Bunday vaziyatda murojaat qilmasangiz, tizim har doim ham sizning foydangizga avtomatik tuzatib bermaydi. Oddiy raqamli misol keltiraman. Tasavvur qiling, fuqaroning pensiyasi 1.200 ming so'm atrofida hisoblangan. Keyin u 6 yil avvalgi ish staji hisobga olinmaganini aniqladi. Agar bu staj tasdiqlansa, pensiya miqdori shartlarga qarab, masalan 1.300 ming yoki 1.200 ming so'mga o'sishi mumkin. Oyiga 100 ming so'm farq bir qarashda kichik tuyuladi. Lekin bir yilda bu 1.200 ming so'm, 5 yilda 6 ming so'm bo'ladi. Bu pul dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun juda muhim. Shuning uchun pensiya miqdoridagi har bir tafsilotga jiddiy qarash kerak. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi masalasida ham murojaat juda muhim. Oila boquvchisini yo'qotganda odamlar ruhiy og'ir holatda bo'ladi. Hujjatlarni yig'ishga kuch topa olmaydi. Lekin aynan shu paytda bolalar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari qaramog'idagi shaxslar uchun moddiy yordam masalasi hal qilinadi. Masalan, ota vafot etdi. O'rtada 2 nafar voyaga yetmagan farzand qoldi. Agar onasi o'z vaqtida murojaat qilsa, bolalarga tegishli to'lovlar tayinlanadi. Agar keyinroq boraman deb 6 oy yoki 1 yil o'tkazib yuborsa, ayrim to'lovlar bo'yicha muddatlar va tartiblar sababli oilaning manfaatiga zarar yetishi mumkin. Shuning uchun vafot etganlik guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, oila tarkibi va qaramlikni tasdiqlovchi hujjatlar bilan tezroq murojaat qilish kerak. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi masalasida ham odamlar ko'p chalkashadi. Nogironlikni belgilash tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq bo'ladi. Pensiya yoki nafaqa tayinlash esa alohida jarayon. Ya'ni nogironlik guruhi belgilandi degani pul avtomatik ertadan tushadi degani emas. Ma'lumotlar elektron almashishi mumkin. Lekin fuqaro yoki uning vakili huquqlarini tekshirishi, ariza, bank karta, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar va boshqa zarur ma'lumotlar bo'yicha jarayonni nazorat qilishi kerak. Ayniqsa bola nogironligi, doimiy parvarishga muhtoj shaxs, mehnat staji bor yoki yo'qligi bilan bog'liq holatlarda to'g'ri turdagi to'lov tayinlanishi juda muhim. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni tushuntiraman. Birinchi xato: mehnat daftarcham bor, demak hammasi joyida deb o'ylash. Mehnat daftarchasi juda muhim hujjat, lekin undagi har bir yozuv to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shash haqidagi buyruq raqami, sana, tashkilot muhri, mas'ul shaxs imzosi, lavozim nomi tushunarli bo'lishi kerak. Ba'zan murxira bo'ladi, tashkilot nomi o'qilmaydi, sana ustidan tuzatish kiritilgan bo'ladi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Fuqaro esa nega mening daftarchamga ishonmayapti deb o'ylaydi. Aslida masala ishonchda emas, qonuniy tasdiqlashda. Ikkinchi xato: ish haqi ma'lumotlariga e'tibor bermaslik. Pensiya faqat stajga emas, ko'p hollarda ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq bo'ladi. Agar ayrim yillarda yuqori ish haqi olgan bo'lsangiz,
lekin u davr hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya miqdori past chiqishi mumkin. Masalan, fuqaro 2000-2012 yillarda yaxshi maosh olgan, lekin korxona hisobotida xatolik bo'lgan. Agar u buni aniqlamasa, pensiya kamroq hisoblanadi. Shuning uchun nafaqat necha yil ishladim, balki qaysi yillardagi ish haqim hisobga olingan degan savol ham muhim. Uchinchi xato chet elda ishlagan davrini noto'g'ri tushunish. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davr pensiyaga qanday ta'sir qilishi mamlakatlar o'rtasidagi bitimlar, rasmiy ishlash, to'lovlar va hujjatlarga bog'liq. Men chet elda 1 yil ishladim, avtomatik staj bo'ladi deyish noto'g'ri. Agar rasmiy shartnoma, to'lovlar, tegishli tasdiqlar bo'lmasa, bu davrni hisobga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda albatta oldindan maslahat olish kerak. Aqolsa pensiya yoshiga yetganda staj yetmay qolishi mumkin. 4-xato, bolani parvarishlash davri haqida bilmaslik. Ayollar ko'pincha bir necha yil bolalar tarbiyasi bilan uyda bo'ladi. Ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga kiritilishi mumkin, lekin buning shartlari bor. Tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat faoliyati bilan bog'liq uzilishlar, ta'til rasmiylashtirilgani kabi tafsilotlar muhim bo'ladi. Men ko'p hollarda shuni ko'raman, ayol kishi men 20 yil ishlamadim, bolalar bilan uyda edim. Menga hech narsa chiqmasa kerak deb umidsizlanadi. Lekin uning rasmiy ishlagan davrlari, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar, turmush o'rtog'i yoki boshqa holatlar bo'yicha alohida huquqlar bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun murojaat qilish kerak. 5-xato, pensiya tayinlangandan keyin qarorni tekshirmaslik. Pensiya miqdori chiqarilganda fuqaro faqat kartaga tushgan pulni ko'radi. Lekin qanday staj hisoblandi, qaysi davrlar olinmadi, qaysi ish haqi davri tanlandi, minimal yoki to'liq shartlar qanday qo'llandi, bularni so'rab bilish kerak. Agar sizga tushuntirish berilmasa yoki tushunmasangiz, yozma tartibda izoh so'rashingiz mumkin. Men har doim aytaman, og'zaki gap yaxshi, lekin huquqiy masalada yozma javob kuchliroq. Chunki keyinchalik shikoyat qilish, qayta ko'rib chiqish yoki sudga murojaat qilish kerak bo'lsa, qo'lingizda rasmiy javob bo'lishi kerak. Pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Ko'pchilik buni aralashtiradi. Pensiya odatda staj, ish haqi va qonunda belgilangan huquqiy asoslar bilan bog'liq. Nafaqa esa ayrim hollarda staj yetarli bo'lmaganda ijtimoiy himoya sifatida tayinlanadigan to'lov bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya uchun staj yetmasa, boshqa turdagi ijtimoiy to'lov masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun menga pensiya chiqmaydi deyishdi degan gapni eshitganda, men darhol qaysi pensiya turi, qaysi asos, qaysi hujjat yetmayapti, nafaqa varianti ko'rilganmi deb so'rayman. Chunki bitta rad javobi har doim ham barcha imkoniyatlar tugadi degani emas. Istisnolardan yana bir vakil orqali murojaat qilishdir. Keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yotib qolgan bemorlar, uzoq hududda yashovchilar har doim o'zlari bora olmasligi mumkin. Bunday holatda ishonchnoma, qonuniy vakillik, vasiylik yoki homiylik hujjatlari orqali yaqinlari yordam berishi mumkin. Lekin bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Pensiya kartasi, pul yechish, shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq masalalarda ishonchli odam tanlash juda muhim. Afsuski, amaliyotda keksaning pensiyasini farzandi yoki qarindoshi nazorat qilib, o'ziga ishlatib yuboradigan holatlar ham uchraydi. Shuning uchun hujjatlarni rasmiy, aniq va xavfsiz yuritish kerak. Yana bir muhim masala ortiqcha to'lovlar. Ba'zida fuqaro noto'g'ri ma'lumot beradi yoki o'zgarishlarni vaqtida bildirmaydi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan bola ma'lum yoshga yetdi. O'qish shakli o'zgardi, nikohga kirdi yoki boshqa huquqiy holat yuz berdi. Yoki nogironlik muddati tugadi, qayta ko'rikdan o'tilmadi. Agar to'lov davom etsa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Odam men bilmaganman desa ham. Ba'zi holatlarda bu majburiyatdan ozod qilmasligi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarishni vaqtida xabar qilish kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, birinchi qadam mehnat tarixingizni tekshiring. Elektron mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi ma'lumotlarni ko'ring. Rasmiy ishlagan barcha joylaringiz, ishga kirgan va chiqqan sanalar, tashkilot nomlari to'g'riligini solishtiring. Qog'oz mehnat daftarchangiz bo'lsa, uni ehtiyot qilib saqlang. Har bir yozuvni ko'zdan kechiring. Xiramuh, noto'g'ri sana, familiya farqi, lavozimdagi tushunarsiz yozuvlarni belgilab chiqing. Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi,
harbiy guvohnoma bo'lsa, harbiy xizmat hujjati, diplom yoki o'qish davri bilan bog'liq hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarish guvohnomasi. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, bank kartasi rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida. Shuning uchun hammaning hujjati bir xil deb o'ylamang. 3-qadam, murojaat yo'lini tanlang. Siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borishingiz, davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qilishingiz yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali ariza yuborishingiz mumkin. Qaysi yo'l qulay bo'lsa, shuni tanlang. Lekin men bir narsani tavsiya qilaman. Ariza topshirganingizni tasdiqlovchi hujjatni albatta oling. Ariza raqami, sana qabul qilgan tashkilot nomi, mas'ul xodim yoki elektron tasdiq sizda bo'lsin. Keyin men topshirgandim degan o'zak gap bilan emas, aniq dalil bilan gaplashasiz. 4-qadam, yozma savol bering. Masalan, siz pensiyaga chiqmoqchisiz va stajingiz bo'yicha shubhangiz bor. Arizada shunday mazmun yozishingiz mumkin. Mening mehnat stajimni dastlabki tartibda tekshirib berishingizni, qaysi davrlar hisobga olinishi va qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat talab etilishini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Agar pensiya miqdori past chiqqan bo'lsa, pensiyamni hisoblashda qaysi ish staji va qaysi ish haqi davrlari inobatga olingani, hisobga olinmagan davrlar bo'lsa, ularning sabablarini tushuntirib berishingizni so'rayman. Bunday yozma murojaat sizga aniqlik beradi. 5-qadam. Arxiv bilan ishlashga tayyor bo'ling. Eski korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxivida, idoraviy arxivda yoki huquqiy voris tashkilotida bo'lishi mumkin. Ba'zan fuqarodan arxivga borish so'raladi. Ba'zan idora o'zi so'rov yuboradi. Sizning vazifangiz eski ish joyining to'liq nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, korxona joylashgan manzilni eslab topish. Qancha aniq ma'lumot bersangiz, arxivdan javob topish shuncha oson bo'ladi. 6-qadam. Rad javobi olsa darhol taslim bo'lmang. Rad javobida sabab yozilishi kerak. Masalan, staj tasdiqlanmadi, hujjat yetishmaydi, yosh yetmagan, huquqiy asos yo'q, ma'lumot bazada topilmadi. Sababni tushuning. Agar hujjat yetishmasa, uni topishga harakat qiling. Agar xato hisoblash bo'lsa, qayta ko'rib chiqishni so'rang. Agar siz javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga, tegishli vazirlik yoki idoraga, shuningdek qonunda belgilangan tartibda sudga murojaat qilish imkoniyatingiz bor. Eng muhimi, barcha javoblarni yozma oling va nusxalarini saqlang. 7-qadam. Yaqinlaringizning pensiya masalasini ham tekshirib qo'ying. Ko'p keksalar internetdan foydalana olmaydi. Hujjat tilini tushunmaydi. Xodimdan uyalib savol bermaydi. Ota-onangiz, buvingiz, bobongizning pensiyasi qanday hisoblangan? Qo'shimcha stajlari bormi? Urush o'rti davri, mehnat faxriyligi, nogironlik, qaramog'idagi shaxslar, bo'g'uvchisini yo'qotish kabi masalalarda ularga yordam bering. Ba'zan bir qarashda oddiy ko'ringan hujjat ularning oylik daromadini oshirib berishi mumkin. 8-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan xulosa qiling. Pensiya kelajakdagi masala emas. U bugungi rasmiy mehnatingizdan boshlanadi. Agar siz ish haqi konvertda olayotgan bo'lsangiz, shartnomasiz ishlayotgan bo'lsangiz, soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etmayotgan bo'lsa, bugun qo'lingizga ko'proq pul olayotgandek ko'rinasiz. Lekin ertaga pensiya hisobida yutqazishingiz mumkin. Ish beruvchidan rasmiy shartnoma talab qilish, elektron mehnat daftarchangizda yozuv borligini tekshirish, oylik maoshingiz qonuniy aks etishini nazorat qilish bu sizning kelajakdagi himoyangizdir. 9-qadam. Barcha hujjatlarni nusxa qilib saqlang. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumoti, sud qarori, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy guvohnoma, pensiya tayinlash qarori, qayta hisoblash bo'yicha javoblar, ariza topshirganlik kvitansiyalari barchasi papkada tursin. Telefoningizda skaner qilib saqlang. Lekin asl nusxalarni ham yo'qotmang. Hujjat yo'qolsa, uni tiklash ba'zan oylar davom etadi. 10-qadam. O'zaki maslahat bilan cheklanib qolmang. Xodim sizga chiqmaydi. Kerak emas, kutib turing desa. Hurmat bilan sababini yozma berishni so'rang. Bu janjal qilish degani emas. Bu sizning huquqingizni madaniyatli himoya qilish degani. Mutaxassis ham xato qilishi mumkin. Tizimda ham xato bo'lishi mumkin. Siz ham biror ma'lumotni noto'g'ri tushungan bo'lishingiz mumkin. Yozma javob hamma uchun aniqlik yaratadi. Demak, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Mening javobim shunday. Agar sizning pensiya staj, nafaqa, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, qayta hisoblash yoki hujjatdagi xato bilan bog'liq biror savolingiz bo'lsa, albatta murojaat qilish kerak.
hamma narsa avtomatik hal bo'ladi deb kutish xavfli. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganlar, eski ish tajlari borlar, korxonasi yopilganlar, familiyasi o'zgarganlar, chet elda ishlaganlar, pensiyasi kam chiqqan deb o'ylayotganlar va yaqinlari nomidan ish yuritayotganlar bu masalaga jiddiy qarash kerak. Bugun qiladigan eng to'g'ri ishingiz hujjatlaringizni tekshiring, stajingizni solishtiring, shubhali joylarni yozib oling va rasmiy murojaat qiling. Bir dona arxiv ma'lumoti, bir dona yozma javob yoki bir dona to'g'ri ariza kelajakdagi oylik daromadingizga katta ta'sir qilishi mumkin. Sizda pensiya masalasida qanday muammo bo'lgan? Staj hisoblanmaganmi? Pensiya kam chiqqanmi? Hujjat topilmaganmi yoki hammasi oson hal bo'lganmi? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida berilgan to'g'ri ma'lumot ko'p odamning haqini saqlab qoladi.